Assalomu alaykum Tornado Drabilka muxlislari. Qozonlarimiz, garilkalarimiz, drabilkalarimiz Buxoro shahri G'ijduvonga ketyapti. Bu yerda qozonlarimizda 100 litrli, 200 litrli, 300 litrli, 600 litrli, 750 litrli atala qozonlarimiz bor. Xo'p, qozonlarimiz suv bilan tekshirilgan, o't yoqib ham tekshirilgan, taylari qalin holda bo'lgan qozonlar. Bitta ko'radigan bo'lsalaring, Assalomu alaykum. va alaykum assalom. Bu endi akalar kayfiyat ko'tarilishi uchun edi. Bu yerda 600 litrlimiz bor. Bundan odam chiqmaydi, lekin buni qo'rqmasdan ko'rishlaring mumkin. Mana suvi bor, suv bilan ishlatib tekshirib qo'yilgan. Bu akalar bizning YouTube kanalimiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan-da qiziqroq, yaxshiroq, yaxshi videolar qilamiz, xalqbob, ommabop. Bu yerda ko'radigan bo'lsalaring, xo'p, hozir ulgurmayapmiz. Ba'da katyollarimiz, drabilkalarimiz, meshalkalarimiz hammasidan bor. Mana Tornado har doim aka xalq xizmatidan charchamaydi, faqat chiroyli kommentariya va qo'llab-quvvatlash bilan bo'lsa bo'ladi. Mana drabilkalarimiz. Menga eng yoqadigan drabilkani sizlarga obunachilar sizlarga ko'rsataman. Mana eng yaxshi ko'rgan drabilkam. Chunki nima uchun degan savol, bu yetalar juda ham udobna. Motorlarimiz har doimgidek Titan degan motor bilan va Tornado motor bilan, Ariol motorlar bilan ishlaymiz. Ba'da keyin bu ikkinchi yaxshi ko'rgan Tornado to'pga olib chiqqanda akasi deb nomladik buni. Mana yetalab yurishlari qulayligini ko'ryapsizlar. Bunimizning narxi 3 million 200 ming so'm. Biz qiziqtirib kommentariyada yoki profilingizga yozamiz deymiz. Puli 3 million 200 ming so'm, 3 million so'm va eng hozir xalqimizga ishlatib, sholi-poxolab tekshirib qo'ydim. Bu katta gigant meshalkamiz. Motor 3 kilovatli, 1,5 oborot. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. Bunimizning pulini dastavkasidan tashqari 8,5 million so'm qilib beramiz. Bag'da kraska sepilgan holatdagilari ham bor, mana yangi kraska sepilgan. Xo'p, bugun Ramazonligi uchun abitgacha ishlayapmiz. Bolalarga uchun ortiqcha nagizga qo'ymayapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. Yana bir marta aytyapman. Kommentariya, like bilan qo'llab-quvvatlanglar. Podpiskani bosib ko'rishni unutmanglar. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Xizmatlaringizdan doim charchamaymiz. Rahmat oldindan.